Bugun sizlar bilan yoshlikni eslatuvchi o'simliklar bilan tanishamiz. Mana o'sha mashhur hozirgi qirqamboz deyilardi, qishloqda nimadir deyilardi bu. Hozir bu yurarkan. Bunday qilsa yurarmidi? Qanday qilsa yurardi? Ha, mana. Mana. Naqa shig'irloq deyarmidi? Nima deyardi? Qo'ng'iroq deyarmidi? Nimasi deyardi mana shuni? Shunaqa. Mana bu yerda ham bor ekan. Qishloq. Baribir mazza. Manzaralari, bu yerda yong'oqlar bor. Bular hali katta bo'lsa, lekin bor-u. Mana. Sizlarga ovoz eshitilyaptimi bilmayman, lekin menga eshitildi. Xo'p, tak. Yana nimalar bor edi? Bundan pishtak yasardi. Bundan emas-u, unaqa joydan yasardi, lekin men yasashni bilmasdim. Va hozirgacha bilmayman. Ukam biladi, va shu ko'p ukam biladi hamma narsani. Gulchambarlar yasardik sarig'otlardan. Mana sarig'ot. Bundan emas, bunaqa moychichak deyarlarmidi, shunaqa narsadan. Ot quloq. Mana. Bundan nima qilardik? Biz loydan pishiriqlar, tortlar, somsalar yasardik. O'shalarni ustiga zira, pira deb ana qilardik. Sedana deb qo'yardik. Ana. Nima harf bo'ldi deyapsizlar ichlaringda. U harfi bo'ldi. U. Ismim O'g'iloy bo'lgani uchun u harfini yasadim. Mana. Xayr.